Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana bugun endi siz hozir bu efirda balkim haftaning qaysidir ish kunida ko'rayotgandirsiz, ammo lekin bugun dam olish kuniga qaramasdan sizni bergan savollaringizga bir oz javob berib ketishga qaror qildim. Sabab mana shu oldingi safargi intervyumizdan keyin ko'pchilikda savol bo'ldi. Bu stomatologiya xizmati qimmat, implantlar nima sababdan qimmat degan savollar bo'ldi. Albatta aziz do'stlar, biz bu narsani oqlamoqchi emasmiz. Sabab demak stomatologiya xizmatida shifokorlar biz O'zbekistonimizda o'zbek shifokorlari. O'zbek shifokorlari bugun butun dunyoda, Yevropada ham o'ziga xos bir obro' e'tiboriga, qadr qimmatga ega bo'lgan mutaxassislardan biri. Ammo lekin ming afsuski O'zbekistonimizda aynan stomatologiya sohasida ishlab chiqariladigan xom ashyolar mutlaqo yo'q. Shu sababdan barchasi demak xorijiy davlatlardan olib keltiriladi. Bu biz xohlamagan holatda bizning aholimizni olayotgan oyligiga yoki bo'lmasa maoshiga bog'liq bo'lmagan holda narxlarni kelib chiqishiga olib keladi. Ammo lekin mana men endi butun dunyo bo'yicha safarlarga chiqaman, mana shu o'zim ustidan ishlash uchun malaka oshirishlarga boraman, lekin bugungi kunda O'zbekistonimizdagi stomatologiya xizmati butun dunyoda eng arzon stomatologiya xizmati desak bo'ladi. Sabab hattoki qo'shnimiz Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston, Turkmaniston va mana shu yon davlatlarimizdan ham bizga kelishadi. Sababi demak hattoki ulardan ham bizda stomatologiya xizmati arzon hisoblanadi. Endi nima sababdan unda biz O'zbekistonda o'zbeklarimiz uchun qimmat degan savolga biz boyaga aytganimizdek, qolaversa mana implantlar haqida men kengroq ma'lumot berib o'tib ketmoqchiman. Implantlar nima uchun arzon va qimmat degan savollarga javob berib ketmoqchiman. Masalan, mana bu qo'limdagi turganimiz implantni 100 barobar kattalashtirilgan modeli. Mana ko'rib turganingizdek, bu sizga demak tushunarli bo'lish uchun atayin olib keldim. Mana bu implantning demak abutment qismi bu milkdan tashqariga chiqib turadi hamda bu qismga tishlar qo'yib beriladi. Milkdan ichkarida turadigan qismimiz asosan mana ko'rib turganingizdek, mana shu xalq tilida aytganda shurup, ya'ni tishga qo'yiladigan, milkka qoqiladigan ko'pchilik holatlarda shuruplar yoki vintli tishlar deyishardi. Mana bugungi kunda lekin xalqimizning tibbiy madaniyati oshib borayotganligi sababli bularni bizga implantlar nech pul, qanday, turi qanaqa deb savol berishadi. Albatta men bu savolga har doim men aytaman. Ko'pchilik holatlarda mana ijtimoiy tarmoqlar orqali telefon qilib murojaat qilgan insonlar aytadiki, bunaqa plomba nechi pul, unaqa plomba nechi pul. Hurmatli do'stlar, mana agarda siz yaxshi ovqat iste'mol qilaman deydigan bo'lsangiz, demak bozordan yaxshi sifatli go'sht, sifatli demak guruch, sifatli sabzi va o'shanaqangi masalliqlar olishingiz kerak. Shundagina lazzatli, chiroyli osh bo'ladi. Buni qarangki, agar biz ham demak plombani qo'ydirmoqchi bo'ladigan bo'lsak, uni sifatlisini qo'ydiraman desak, hech qachon arzon plomberoshni materialdan olib ishlatilgan plombadan biz sifatli plomba qo'ydira olmaymiz. Shu sababli men doim shu telefonda javob berganda, hurmatli do'stlar, bizni narx-navomiz Toshkent shahri bo'yicha o'rtacha narx, qimmat ham emas, arzon ham emas deyman. Buni sababi demak, bilib qo'yganingizdek, arzon narxga olingan plomba materialdan yaxshi sifatli plomba qo'yib bo'lmaydi. Qimmat bo'lmaganligining sababi bizning klinikamiz Yunusobodda. Mana bu ayrim shaharning markaziy joylarda joylashgan, mana Oybek metrosi atrofi yoki shu atrofda joylashgan klinikalarda masalan 1 million 200 ming, 2 million narxda turadigan plomba materiallari bizda bor yo'q 300 yoki 400 ming so'mga qo'yiladi. Hattoki eng arzon plomba materiallarimiz 250 300 ming so'mdan ham boshlanishi mumkin. Bu faqatgina shahardagi lokatsiyaga bog'liq bo'lgan narsalar. Endi agarda undan-da arzon qilaman deydigan bo'lsangiz, demak albatta xorijdan Xitoyda eng arzon xom ashyolarni olib kelib plomba qilsa bo'ladi. Haqiqatdan ham o'zimga ko'proq qolsin, mijozimga arzonroq plomba qiling deb bunday sifatsiz materiallarni ishlatishimiz bu plombani uzoq vaqtga xizmat qilmasdan, boyaga aytgandek 6 oy yoki 1 yilda 10 yilda bir 4-5 marotaba boshqatdan plomba qo'ydiradigan bo'lsangiz, sizning demak arzonga qo'yilgan plomba materialingiz juda ham qimmatga tushib ketishi mumkin. Nega o'zi plombalar qayerdan kelyapti o'zi? Bugungi kunda plombalar Xitoydan keladigan plomba material bor. Xitoydan keladigan plomba materiallarda ham sifatli va sifatsizlari bor. Qolaversa, qanaqa ajratsa bo'ladi? Buni faqatgina mutaxassislar ajratib beradi. Bu mutaxassislar ajratib bergandan tashqari yana o'sha siz qatnayotgan shifokoringizning vijdoniga bog'liq. Bilib qo'yingki, har doim men o'zimning shogirdlarimga dars berganda ham aytamanki, agarda siz
o'zingizga kelgan mijozlarni aldab, ular tushunmagan holda sizni albatta qo'lingizda diplomingiz bor, shifokorsiz. Sizni oldingizga agar bu demak mijoz keladigan bo'lsa, siz unga aldab arzon plombirovочный materialni qimmatga qo'ysangiz yoki bo'lmasa o'zingiz diagnoz qo'yib bilmasdan turib uni davolaydigan bo'lsangiz, ko'chada yurgan kisavur o'g'ridan farqingiz yo'q deyman. Sabab bu aldab demak maxinatsiya yo'li bilan pul topish deyiladi. Endi arzon plombalar nomi qanaqa bo'ladi nomi? Endi bugungi kunda butun dunyodan, nafaqat Xitoydan, bugungi kunda mana Germaniyadan keladigan materiallar bor, Koreyadan keladigan materiallar bor, qolaversa Amerikadan keladigan materiallar bor. Albatta Xitoyda plomba materiallarining ichida ham sifatlilari bor. Lekin kamroq Yaponiyadan keladigan plomba materiallari bor. Bular albatta asosiy sifatli plomba Yevropa mamlakatlaridan keladigan plomba materiallari, demak u qimmat. Endi qimmat narsani arzonga qo'yib bo'lmaydi. Mana mashinalarga ham solishtirib ko'rsangiz, Xitoyda mashinasi bilan masalan Yevropadan kelayotgan mashinasi farqi bor. Sizda plomba bor, yana qanaqa plomba bor? Endi plombalar, ximik plombalar bor, nurli plombalar bor. Albatta bu ximiyaviy qotadigan plombalarda o'zini ham bir nechta turi bor. Demak, nurli plombalarning svita plombalarida ham bir nechta turi bor. Masalan, bizning klinikamizda tabaqalashtirib qo'yib qo'yganmiz. Shuning uchun xohishga qarab bizning klinikamizda nurli plombalar juda ham arzon, sifatsizini qo'ymaymiz. 300 ming so'mdan boshlanadi, eng qimmati 700 ming so'm 1 milliongacha bor. Endi sifatli yoki sifatsiz plomba materialini qanday bilishimiz mumkin? Sifatli yoki sifatsiz plomba materiali birinchidan qo'yilgan sifatsiz plomba materiali tezlik bilan tushib ketadi. Tezlik bilan tushib ketishi ba'zi paytlarda sifatli plomba materiali bo'lib turib, o'sha plombani qo'yib berayotgan mutaxassisni kvalifikatsiyasi, ya'ni tajribasizligi ham plombalarning ko'pchilik holatlarda tez tushib ketishiga olib kelishi mumkin. Buning uchun endi albatta buni siz aniqlab olishingiz juda qiyin. Sabab demak sifatli plomba materialni demak tajribasi yo'q shifokor qo'yishi mumkin. Lekin sifatsiz plomba materiali tajribali shifokor qo'ygandan ba'zida tezroq demak bu plomba materiallar yoki rangi o'zgarib ketishi mumkin yoki tushib ketishi mumkin. Endi ba'zi bir ximiyaviy plombalar rangini o'zgartirmaydi, ammo nurli plombalar agar sifatli bo'ladigan bo'lsa tezlik bilan masalan 1 oy 2-3 oyda kofe ko'p iste'mol qilmagan hollaringizda rangini o'zgartirmaydi. Ammo lekin bilib qo'yingki, sifatli plomba materiallar ham ko'p miqdorda kofe iste'mol qilinganda asta-sekinlik bilan rangini o'zgartirib borishi mumkin. Demak, boyaga yakuniy bir xulosa aytganimizda har doim ham arzon plomba materiallar yoki arzon implantlarga ishqiboz bo'lavermang. O'rtacha narxdagi plomba materiallar yoki implantlar ham sizga uzoq yillar davomida xizmat qilib berishi mumkin va albatta borayotganingizda tajribali shifokorga murojaat qilib, tajribali shifokor ko'rigida bo'ling. Va siz bilan xayrlashgan holda, demak, siz bilan bugungi suhbatda doktor Shavkat Qarshiyev bo'ldi. Agarda o'zingiz qiziqtirgan yana savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol demak murojaat qilishingiz mumkin.